hozir testlarimizni tahlilini davom ettiramiz. 12-savol. Gapdagi so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang deyapti. Kechagi yomg'irda bu yerdan ham chakka o'tgan shekilli hujraning xomsuvoq qilingan devoriga uzun zahkash iz tushib qolgan. Mana bu yerdagi shekilli, ya'ni kiritma, kirish so'zlar, ajratilgan bo'laklar, undalmalarni biz nimadan chiqarib olamiz? Va testni kalitiga qaraymiz. Kechagi yomg'ir. Xo'p, kechagi so'zimiz qaysi yomg'irda? Kechagi yomg'irda tobelanyapti. To'g'ri. Hujraning devoriga moslashuvli birikma xomsuvoq qilingan devoriga. To'g'ri. Demak, bu ham to'g'ri, mazmun va grammatik jihatdan to'g'ri bog'langan. Mana bu bitishuv usuli bilan, bu esa moslashuv yo'li bilan. Bu javob kechagi chakka yo'q, kechagi so'zimiz yomg'irda so'ziga tobelanyapti. Chakka so'zi esa chakka o'tgan so'ziga tobelanyapti. Devoriga uzun. Bu ham mazmun jihatdan nima bo'lmayapti, to'g'ri kelmayapti. Devoriga iz emas, devoriga tushib qolgan iz so'zi ham tushib qolgan so'ziga nima qilyapti? Tobelanyapti. Barakalla. Demak, bu ham xato bo'ldi. Xomsuvoq izi. Xomsuvoq so'zimiz nima qilingan? Xomsuvoq qilingan bitta bo'lak sifatda kelyapti. Xomsuvoq qilingan devor bo'lganida esa bu izi so'ziga tobelanmayapti. Bu ham xato. 13-savol. U yonboshlab yotganicha yaktagining cho'ntagidan nosqovog'ini chiqarib, bir otim nosni tilining tagiga tashladi-da, ko'zlarini qisib, bahor oftobiga tikilgancha hassasini chertib xirgoyi qilardi. Bitta kesim kim xirgoyi qilardi? U egasi. Xo'p, savollardan ketamiz. Javob. Bir nosni. Xo'p, bir so'zimiz bizga mana bu joyda ko'rinyapti. Ya'ni bir nosni emas, bir otim. Nechta otim? Bir otim. Bir so'zi otim so'ziga tobelanyapti va bir otim nos bo'lib, nos so'zini nima qilib kelyapti? Aniqlashtirib, to'ldirib kelyapti. Demak, bu xato bo'ldi. Bitta xato topsak, ikkinchisini tahlil qilishimiz shart emas. Cho'ntagidan nosqovog'ini chiqarib, cho'ntagidan so'zi ham, nosqovog'ini so'zi ham chiqarib degan so'zimizga nima qilyapti? Tobelanyapti. Bu ham xato. Xirgoyi qiladi. Yuqorida aytganimizdek, xirgoyi qiladi ikkita so'z bo'lgani bilan bizga bitta bo'lak sifatida olinadi. Ya'ni fe'l, ya'ni kesim. Yasama fe'l. Demak, buni bitta o'zi tugallanmagan, so'z birikmasi sifatida qabul qilinmaydi. Ya'ni bitta so'z xolos. So'z birikmasi uchun nima bo'lish kerak edi? Ikkita mustaqil so'z bo'lish kerak edi. Xo'p, ikkita mustaqil bo'lak. Javob yaktagining cho'ntagida. Ana endi bu bo'ladi. Moslashuvli birikma. Ko'zlarini qisib bahor oftobiga, demak ko'zlarini qisib bu yerda boshqaruvli birikma bo'lyapti. Demak, ikkalasi ham mavjud. Javobni olamiz. 14-savol. O'zbek xalqining jahon xalqlari orasida tutgan o'rni, insoniyat tamaddunlariga qo'shgan munosib hissasi avvalo xalq og'zaki ijodi namunalari misolida yaqqol ko'rinadi. Testlarimiz javoblariga qaraymiz. Ijodi misolida. Xo'p, xalq og'zaki ijodining namunalari. Mana bu yerda moslashuvli birikma sifatida kelyapti, bu chiqib ketadi. Javob. Xalqining o'rni. Xalqlari o'rtasida tutgan o'rni. O'rni so'ziga tutgan so'zi tobelanyapti. Demak, bu ham chiqib ketadi. Insoniyat tamaddunlariga. Xo'p. To'g'ri, mana bu yerda insoniyat tamaddunlariga bitishuvli birikma bo'lyapti. Yaqqol ko'rinadi. Nima qiladi? Ko'rinadi. Qay tarzda ko'rinadi? Yaqqol ko'rinadi. Demak, bu yerda ham nima bo'lyapti ekan? Bitishuvli birikma bo'lyapti ekan. S javobimiz to'g'ri. Avvalo birinchi o'chirib yubordik, chunki bu gap bo'laklari bilan o'zaro nimaga aloqaga kirishmaydi. Javob shuning uchun ham xato. 15. To'g'ri ko'rsatilgan javobni toping. O'zbek folklorini yozib olish, nashr qilish, tadqiq etish, demak bular nima bo'lyapti?
teng bog'lanish bo'lyapti. Uyushgan bo'laklar ishlari o'tgan asr avvallaridan boshlangan bo'lsa-da, xalq og'zaki ijodini chinakam, har tomonlama o'rganish, mukammal nashrlarni amalga oshirish, ularning tariximiz va bugungi kunimizdagi ahamiyatini ko'rsatish, anglab yetish bevosita mustaqillik sharofati bilan ro'y berdi bitta kesim. Xo'p, bugungi kunimiz ko'ramiz. Mana bugungi kunimizdagi to'g'ri bitishuvli birikma chinakam o'rganish. Yo'q, to'g'ri, chinakam o'rganish, har tomonlama o'rganish. Demak, bu ham nima bo'lar ekan? Bitishuvli birikma sifatida a javobni to'g'ri deb olsak bo'lar ekan. Sharofati bilan bu yerda tugallanmagan so'z birikmasi tadqiq etish, bu ham bitta so'z, bitta bo'lak sifatida olinadi. Demak, bu so'z birikmasi emas. Chinakam xalq ma'no jihatdan to'g'ri kelmayapti. Chunki mana bu yerda chinakam so'zimiz chinakam o'rganish so'ziga tobelanyapti. Shuning uchun ham D javobimiz ham xato bo'ladi. To'g'ri javobimiz A. 16. Folklor turli davrlarda turlicha o'rganilgan, turlicha yondashuvlar bo'lgan, biroq mustaqillikdan keyin u tom ma'noda yangicha mazmun va mohiyat kasb etdi. Xo'p, tom mazmun. Tom so'zimiz mazmun so'ziga emas, tom ma'noda degan so'zga tobelanyapti. Shuning uchun ham A xato. Davrlarda yondashuv. Xo'p, turli so'z davrlarga bog'lanyapti. Davrlarda o'rganilgan, turlicha o'rganilgan. Demak, mana bu xato bo'ldi. Turli davrlarda bu to'g'ri bo'ldi mana. Ko'rsatib o'tganimiz yondashuvlar bo'lgan. Qani yondashuvlar so'zimiz? Turlicha yondashuvlar bo'lgan. Nima bo'lgan? Yondashuvlar bo'lgan. Buni ola olmaymiz. D javobni qaraymiz. U mohiyat, turli, mazmun. Yo'q, demak nima bo'lgan? Turlicha bo'lgan, moslashuvlar, yondashuvlar bo'lgan. Sifatida mana bu yondashuvlarni ham olamiz ekan. C javobimiz to'g'ri ekan. Chunki u mohiyat degan joyimiz hech qanday tom ma'nodagi mazmun mohiyat kasb etadi. U kasb etadi, mana bu so'zga bog'lanadi. Javob shuncha ham xato. 17. Folklorni tadqiq etish borasida mafkuraviy tazyiq va chegaralanishlar ta'siri yaqqol sezilib turadi. Mafkuraviy tazyiq bor ekan, mana yaqqol sezilib turadi. Qanday sezilib turadi? Yaqqol sezilib turadi. Mana bu ikkalasi bo'lib bitta bo'lakni bildiryapti. A javobimiz to'g'ri. Endi qarang, folklorni tadqiq etish mana shu so'zga bog'lanyapti. Tadqiq etish borasida bu bunga bog'lanyapti. Xo'p, chegaralanishlarning ta'siri sezilib turadi, yaqqol sezilib turadi. Tadqiq etish borasida sezilib turadi. Mana shunday bir-biriga tobelanishlar, bog'lanishlar mavjud. Shuning uchun ham A javobimiz to'g'ri. 18. Biz har qancha ma'naviyat to'g'risida qayg'urmaylik, jon koyitmaylik. Bizni qurshab turgan muhit ommaviy madaniyat ta'siri ostida ekan, bolalarimiz tili va tafakkuri shu madaniyat ostida shakllanayotgan ekan, bizning qilayotgan barcha urinishlarimiz o'z samarasini bermaydi. Demak, testimizda tahlil qilamiz. Testimizni tahlil qilamiz. A javob. Shakllanayotgan urinishlarimiz. Yo'q. Xo'p, barcha urinishlarga bosh so'zlik qilyapti. Barcha so'ziga bosh so'zlik qilyapti. Urinishlarimiz xato. Bizning qilayotgan. Bizning barcha qilayotgan barcha urinishlarimiz, bizning urinishlarimiz, barcha urinishlarimiz, qilayotgan urinishlarimiz. Bu ham xato ekan. Madaniyat ostida. Xo'p, qani madaniyatning ta'siri ostida. Madaniyatning ta'siri ostida. Xato ekan bu ham. Biz har qancha qayg'urmaylik. Xo'p, qayg'urmaylik yuqorida ekan. Biz har qancha ma'naviyat to'g'risida qayg'urmaylik.
ma'naviyat to'g'risida qayg'urmaylik, har qancha qayg'urmaylik, biz qayg'urmaylik. Hammasi mana shu qayg'urmaylik so'ziga tobelanyapti ekan. To'g'ri, madaniyat ta'siri. To'g'ri, mana bu yerda berdik madaniyat. Mana madaniyat ta'siri sifatida olamiz. Demak, to'g'ri javobimiz D javob bo'ldi. 19. Momolarimiz, onalarimiz aytgan allalar, erkalamalar, aytimlar, topishmoqlar, tez aytishlar, ertaga qo'shiqlar bolaning tili, dunyoqarashining shakllanishiga xizmat qiladi. Onalarimiz tili yo'q, bolaning tili so'ziga tobelanyapti. Demak, bu xato ketdi. Bolaning dunyoqarashi, bolaning tili, bolaning dunyoqarashi. To'g'ri, momolarimiz aytgan. To'g'ri, momolarimiz aytgan, onalarimiz aytgan so'zlarga tobelanyapti. Bu javobimiz to'g'ri. Tili xizmat qiladi emas, bolalarning tilining shakllanishiga. Tili so'zi shakllanishiga so'ziga tobelanyapti. Qaratqich kelishiga belgisiz qo'llanyapti. Xo'p, allalar aytgan. Yo'q, aytgan allalar. Qanday allalar? Aytgan allalar. Bu teskarisiga ekan. Mana bu yerda esa bu yerda ham qarang, allalar aytgan degan so'zimiz ma'no jihatdan to'g'ri keladi, gapdan tashqaridagi holatda. Gapni ichida esa, berilgan gapni ichida qanday allalar? Aytgan allalar. Bu yerda aytgan tobe so'z, allalar bosh so'z bo'lib kelyapti. Aytgan erkalamalar yo'q, bu ham xato. Bolalarning shakllanishi, bolalarning dunyoqarashi bo'lyapti. Ketdik. 20-savol. Doim oppoq xalat kiyib yuradigan, oppoq, siyrak sochlari nuroniy yuziga qandaydir fayz bag'ishlab turadigan bu odamning asl familiyasi Achinskiy ekanini keyin bilganman. Xo'p. Buni bu yoqda ekan javobi. Xo'p, nuroniy yuziga odamning familiyasi. Xo'p, nuroniy yuziga odamning familiyasi. Sochlari nuroniy yuziga, qanday yuziga? Nuroniy yuziga familiyasi, asl familiyasi bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Bu nima deyapti? Odamning familiyasi, ha. Qani? Bu odamning familiyasi, asl familiyasi to'g'ri. Demak, odamning so'zi ham bu yerda tobelanib kelyapti ekan. To'g'ri javobimiz A variantda qoldik. 21. Notanish odamlar kelganini payqamay qolgan Gurja kuchugim allaqayerdan paydo bo'ldi-yu. Aybini oqlash uchun bo'lsa kerak, qor ichida bir ko'rinib, bir ko'rinmay pildiragancha otlar atrofini aylanib, akkillay boshladi. Xo'p, ko'rinmay pildiraganicha. Xo'p, tekshiramiz. Bir ko'rinmay pildiraganicha aylanib, atrofini aylanib, otlarning atrofini bor ekan. Odamlar payqamay. Odamlarning kelganini, odamlar so'zi kelgan so'ziga bog'lanyapti ekan. Payqamay qolgan. Nima qilgan? Payqamay qolgan Gurja. Payqamay qolgan Gurja. Payqamal qolgan kuchugim, Gurji kuchugim. Bo'ldi, bunga bog'lanyapti ekan. Bajab, kuchugim paydo bo'ldi. Kuchugim paydo bo'ldi. Allaqayerdan paydo bo'ldi. Tobelanyapti. Notanish kuchugim yo'q, notanish odamlar kelganini. Demak, notanish so'zi odamlar so'ziga tobelanyapti. Bunisi xato. Atrofini aylanib, aybini oqlash uchun bo'lsa kerak. Mana odamlar atrofini aylanib, to'g'ri. Pildragancha aylanib dedik, bu ham xato ketdi. Notanish odamlar to'g'ri, boshida berildi. Allaqayerdan paydo bo'ldi. Bu ham to'g'ri mana. Allaqayerdan paydo bo'ldi. Demak, D javobimiz to'g'ri bo'lyapti. 22. Katta akam maktabga ketgan, kichik akam sandal chetida yostiqqa suyanib o'tirgancha sut choy ichar. Dadam bilan oyim tumshug'idan chak-chak suv tomayotgan eski samovarni o'rtaga qo'yib, gaplashib o'tirishar edi. Eski davrlar ekan. Ajob. Yostiqqa o'tirgancha, yo'q, yostiqqa suyanib o'tirgancha bo'lib tobelanyapti. Xato. Maktabga ketgan. Xo'p, bor bu javob mana. Qayerga ketgan? Maktabga ketgan, boshqaruvli birikma. Tumshug'idan tomayotgan. To'g'ri, tumshug'idan tomayotgan, chak-chak suv, yo'q, chak-chak tomayotgan
suv tomayotgan, uchalasi ham mana shu tomayotgan so'ziga tobelanyapti ekan. B javobimiz to'g'ri. Samovarni o'rtaga, yo'q, samovarni o'rtaga qo'yib oyim tumshug'idan degan so'zimiz mazmun jihatdan tobelanmayapti. O'rtaga o'tirishardi, yo'q. O'rtaga qo'yib so'ziga tobelanyapti. Xo'p, demak bular ham xato ketdi. B javobimiz to'g'ri. Dalavoy goh onamga, goh xaltaga qarab talmovsirab turdi, birdan qah-qah otib kulib yubordi. Nima qildi? Kulib yubordi. Qanday kuldi? Qah-qah otib kuldi. Qachon kulib yubordi? Birdan kulib yubordi. Xaltaga qarab talmovsirab turdi-da. Xo'p, dalavoy talmovsirab turdi-da va hokazo. Talmovsirab kulib, yo'q, bu biriga tobelanmayapti. Talmovsirab turdi, birdan kulib yubordi. Qarab turdi-da. Qani qarab turdi? Qarab, yo'q, talmovsirab turdi bo'ladi, bu xato. Dalavoy qarabi xato. Chunki dalavoy qarab, to'g'ri ekan bu. Dalavoy qarab, xaltaga qarab, onamga qarab. Dalavoy talmovsirab. Qarab turdi, talmovsirab turdi, to'g'ri. Talmovsirab yubordi. Yo'q, talmovsirab so'zi yubordi so'ziga bo'lmayapti. Mana bu xato bo'ldi. Demak, B javobimiz talmovsirab turdi. Qay tarzda turdi? Talmovsirab turdi. Birdan kulib yubordi. Qay tarzda kulib yubordi? Birdan kulib yubordi. B javobimiz to'g'ri bo'ldi. 24. Peshonasiga qiyiqcha tang'igan kishi qora quloqni u yog'idan o'tib tomosha qildi, bu yog'idan o'tib tomosha qildi. Peshonasiga tang'igan, qiyiqchani tang'igan kishi. Mana shunday tobelanyapti ekan. Demak, A javobimiz xato. Tang'igan tomosha. Yo'q, u yog'ida o'tib tomosha qildi bo'lishi kerak edi. Xato. Peshonasiga tang'igan. Ana endi to'g'ri, mana peshonasiga tang'igan. Qora quloqni tomosha qildi. Qora quloqni tomosha qildi. Barakalla, bu to'g'ri. S javobimiz to'g'ri bo'ldi. 25. Dadam hamon mo'ylovi uchgancha pishqirib nafas olib uy o'rtasida turar. Oyim ostonada o'tirib qolgan. Katta akam deraza oldida turgancha tashqarini tomosha qilardi. Uyning o'rtasida bor tobelanyapti, to'g'ri. Turgancha tomosha qilardi. Tashqarini tomosha qilardi, turgancha tomosha qilardi. Derazaning oldida tomosha qilardi. Yo'q, derazaning oldida turgancha bo'lar ekan. Bunisi to'g'ri. Turgancha tomosha qilardi. U ham to'g'ri. A javobimiz to'g'ri bo'lyapti. Oyim tomosha qilardi emas, oyim o'tirib qolgan edi. Xato. Uy turar. Yo'q, uyning o'rtasida bo'lardi. Bu esa noto'g'ri bo'ldi. Dadam uchgancha emas, mo'ylovi uchgancha. Dadam nafas olardi. So'ziga tobelanyapti. 26. Savdo koloniyalari mahalliy qabilalarning xo'jalik taraqqiyoti uchun keng imkoniyatlar yaratar va quldorchilik munosabatlarining yanada yoyilishiga sharoit tug'dirardi. Imkoniyat yaratar. To'g'ri, mana bu yerda bitishuli birikma ekan. Munosabatlarning yoyilishiga. Munosabatlarning yoyilishiga, yanada yoyilishiga. To'g'ri. A javobimiz to'g'ri. 27. Sepkili xolaning o'ziga o'xshab ketadigan sarg'ish yuzli hakamakaga to'n kiygizib, salla o'ratishdi. Gulxan atrofini 3 marta aylantirishdi. Karnay, surnay chalindi. Atrofini 3 marta bo'lmaydi, 3 marta aylantirishdi, atrofini aylantirishdi. Xato. Atrofini aylantirishdi, to'g'ri. Qanday yuzli? Sarg'ish yuzli, bu ham to'g'ri. B javobimiz to'g'ri ekan. 3 marta chalindi emas, 3 marta aylantirishdi. Shuning uchun ham bu S javob bo'lmaydi. Keyingi savolimiz 28. Erkaklardek barvasta, bargavdali, qop-qora bu xotinning yo'g'on ovozi ham, uzun qora burni, ketmonni yelkasiga tashlaganda etik kiyib g'oz yurish ham boshqa ayollarga o'xshamas. Hatto qoramtir siyrak mo'ylovigacha bor edi. Hatto mo'ylovigacha degan so'zimiz ma'no jihatdan tobelanmayapti. Yurishi ham tugallanmagan. Yelkasiga kiyib, yo'q, yelkasiga tashlagancha ayollarga o'xshamas. To'g'ri, mana boshqaruvli birikma. Barvasta, gavdali. Qani barvasta,
Mana boshida ekan, bitishuli birikma ekan. Demak, D javobimiz to'g'ri deb olsak bo'ladi. 29. Qiyg'os kulagan o'rik tagiga sholcha yozilgan, hamma topganini olib chiqqan xotinlar bir-biriga gap bermay chuvillashar. Biz bolalar sumalak yalashdan benasib qolmaslik uchun atrofida o'rlashar edik. Tagiga sholcha emas, tagiga yozilgan, sholcha yozilgan bo'lar edi. Tagiga yozilgan to'g'ri, xotinlar chuvillashar. Xotinlar chuvillashar, gap bermay chuvillashar, bir-biriga gap bermay bo'lib tobelanadi. Bu to'g'ri ekan. B javobimiz to'g'ri bo'ldi. 30-savol. Suv unsiz oqar, narigi sohilda qamishlar qilt etmay turar. Ora-chora qaldirg'ochlar suvga tumshug'ini tekkizib, vit etgancha yana havoga ko'tarilar edi. Unsiz oqar, to'g'ri, bitishuli birikma. Sohilda turar. Narigi sohilda qamishlar qilt etmay turar. To'g'ri, sohilda turadi. Qilt etmay turadi. Qamishlar turadi. Hammasi shu A javobga to'g'ri bo'lyapti. Turar so'ziga tobelanyapti. Mana hurmatli ustozlar, sizlar bilan 30 talik testimizni tahlil qilib oldik. Sizlarga qanchalik yoqqanini sizlarni izohlaringizdan, layklaringizdan bilib olaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.